Assalomu alaykum ko'ruvchilar. Biz bugungi suhbatimizda yaqinqi bir mezgilda dunyoda Xitoyda yuz bergan yangi o'zgarishlar haqida to'xtalamiz. Bugungi suhbatimizga qatnashadigan mehmonimiz Ilshod Hasan akamiz. Ilshodga xush keldingiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamma ekran oldidagi hamma qarindoshlarga salom. Hammamizningki xabar bo'lgandek yaqinqi mezgillarda xalqaro vaziyatda intayin cho'ng o'zgarishlar borliqqa keldi va to'xtamasdan kelyotdi. Biz bugun bu programmada nuqul bir temini tutib emas, balki bularning ichidan bir qancha temini yo'ritib berishga tirishamiz. Bulardan biri bugun boshlangan Xitoyninki mamlakatlik qurultiyi, 14-navbatlik mamlakatlik qurultiyi. Undan başqa o'tgan oyda Amerika Xitoy o'rtasida yuz bergan surkilishlarmi bugungi mulohazamizdan ichidan yer oldi. Xabarimiz bo'lgandek Amerikaniki josuslik shari, Xitoyning josuslik shari Amerika osmonida paydo bo'lgandan keyin Amerika Xitoy o'rtasidagi munosabat jiddiylashdi. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken Xitoyga qaratgan ziyoratini amaldan qoldirdi va uning o'rniga O'rta Osiyoni ziyorat qilib O'rta Osiyodagi 5 davlat bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarni kuchaytirishga tirishyapti. Undan boshqa shu mezgillarda Rossiyaningki Ukrainaga tajovuz qilganligining 1 yilligi. Ukrainaga Rossiya urush ochqilib 1 yil bo'lgan bu munosabatda, bu paytda buningki oqibati va buningki Xitoy-Rossiya munosabatiga ko'rsatadigan ta'siri va oxirida biz Uyg'urlarning taqdiriga ko'rsatgan ta'sirlar haqida mulohaza olib boramiz. Bunday bo'lsa, Ilshodga biz oldi bilan eng yangi kun tartibi bo'yicha o'sha Xitoyning 14-qurultiydan boshlasak qanday deysiz? Bo'ladi. Eng yangi bo'lganligi ham bevosita biz bilan munosabatli bo'lganligi shundan boshlaylik. Bu qurultay bilganimizdek bir shakl qurultay, chunki Xitoyning asosli tadbir belgilaydigan, siyosat belgilaydigan qurultiyi partiya qurultiyi. Bu o'tgan yili oktyabrda bo'ldi deyman. Shunday. Shu qurultayda chiqqan qarorlarni endi ommaga e'lon qiladigan, jakalaydigan bir qurultay bo'ldi. Men egilagan ma'lumotlarga qaraganda bu qurultay 9 kun davom qildi ekan. Bu qurultayda Xitoyningki yangi davlatlik hukumati borliqqa keldi. Albatta Xitoyning davlat raisi partiya boshlovchisi bo'lganligi bir an'ana. Shunga Xi Jinping'niki qaytadan shunga chiqadiganligini oldin ko'rishga bo'ldi, ammo hukumatningki zonglisi va boshqa ministrlarniki kimlardan tashkil topadiganligi haqida ba'zi bir farazlar o'tirib qo'yilyapti. Eng kuchli faraz bunda Li Qiang'ningki zongli bo'lganligi so'zlanyapti. Siz shu qurultayningki ishilish munosabati va shuni cho'rgan holda bir ko'z qarashingizni oldi bilan biz bilan bir o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Xuddi siz deganga o'xshash bu qurultay faqat inglizcha deganda Robert Stamp deydi. Yana Rising tamg'a. Rising tamg'a degani hamda shu qaror qilinib bo'lgan narsalarga bir tamg'ini urib qo'ydi. Uningdan boshqa hech qanday roli yo'q. O Rizinka degani u bir kuchimi yo'q bu tamg'iningki. Yumshoq ur degan yerga urdi, undan boshqa hech nima yo'q degan gap. Xuddi siz hozir degandek, bultoq 10-oyda oktyabrda ochilgan Xitoyningki partiyasining 20-qurultayida Xi Jinping yana o'zining Xitoyning bergan mana degan vaqt kommunistlarning yag'an va'dasini uni buzib, niqobni echib tashlab, mana degan vaqtida mangulik rais bo'lganligini, yana partiyaningki beshi bo'lgan, ham Xitoyning diktatori bo'lganligini aniq jakarlab, ikki qarordan keyin tushadigan, yag'andan tushadigan, parda aqsida huquq yurgizadiganni pardaning oldiga chiqadi. Xuddi shu vaqtgidek, bulto oktyabrning oldida, bulto 1-oydan tortib yoki uning oldidagi yilning oxirisidan tortib Xitoyning ichida xalqarada
Vay Xi Jinping tushib ketadigan o'xshaydi, saylanmaydigan o'xshaydi, xuddi bir rost saylan bo'ldigandek jixlagan analizchilar har xil ko'z qarashlarda bo'ldi. Ammo Xi Jinping degani bo'yicha qildi. Yani demek Xitayni jixla tushunmaydi deb qarayman men. Hatto Xitoymi tushundiganlari bek ozligini his qildim bo'ldi shu qurultayning oldida. Chunki xeyli zo'r bir turkumniki atalmış Xitoy demokratlarini tortib Xi Jinping tushib ketadigan o'xshaydi. Almashirga kuchi yetmayotidi, anda siyosiy o'zgarish ammo unda bo'lmadi. Şahsen mening ko'z qarashimda Xitoy kommunist tushmagicha bu yerda o'zgarish bo'lmaydi, mayli kim chiqsin. Ama Xi Jinpingning chiqirganligi o aniqdi, chiqdi. Hem adamların hemmisini özünün adamlarını akirip oldu siyasi bürosiga. Siyasi bürosiga kirganlar onun deyken devletinin birinci, ikinci, üçüncü atalmış birden yettigicha sanısak şu yettinjigacha asas hukuk ko'rinishdiki hammasi şu siyasi bürosininki kirdi. Bu qurultayda faqat shuni qiladi. Endi bu yerda bir cho'ng o'zgarish bor. Meningcha uqmayman, siz diqqat qildingizmi yo boshqalar? Bu yerda hozircha Xitoy har qatim qurultayning oldida azroq shamol qo'ydi, undan keyin shu bo'yicha mangdi. U bo'lsa Xitoy budaqi qurultayida yana Xitoyninki saqchi ministerligi, bir davlat bexatarlik ministerligi qatorliq bir necha qonuniy organni yana mana degan vaqtda zo'ravon organ deylik. Bu yerda qonun desak, yana Xitoyni maqtagandek bo'lib qoldi. Xitoyda qonun mavjud emas. Diktator organlar deylik. Diktator yoki zo'ravon organ. Bu organlarni burungi hukumatning ostidan, yana davlat ishlar mahkamasidan ajratib, buni chiqarib, undan keyin buni ayrim partiyaninki komitetining ostidagi bir tashkilotga, yana bu bo'lsa naq Lenin Marksizm nazariyasini, yani sotsializmni 17-yili Rosda siyosiy o'zgarish orqali ko'tarib chiqqan vaqtida birinchi qurilgan, yana Xitoychada Sufamwiyan qo'ydaydi. Qarshilarni tozalash komiteti. Yana KGB'ninki oldingi organ. Bu organ qaytadan asliga keldiganligini ko'rsatyapti. Bu demek Xi Jinping o'zini Marksizmninki yoki Leninizmning eng ashaddiy radikal shagird ekanligini ko'rsatib beryapti. Ama bu ko'rinishda xuddi kommunizmning asliga vaqtda qaytgan bilan biz Uyg'urlar uchun men o'ylayman bu bir nihoyatda cho'ng zo'r bir xatarninki signali. Yana burun yağandan bo'lsin, yuzaki bo'lsin, zo'ravon organlari hukumatda bo'lgandan keyin yağandan bo'lsinmi bir qonuniy tuzumini oldiga pardoz qiladi. Endi bu organni partiyaning bevosita diktatorligiga qo'yishi, bunun bilan agishib, agar biz diqqat qilgan bo'lsak, yaqinda Xitoy qonuni yana bir qonunni loyihasini qo'ydi. U bo'lsa urush vaqtidagi odatdagi jinoiy qonunga o'zgartish kirgizish. Alayda sharoitda hozirgi Xitoyning jinoiy ishlar qonunini qarib qo'ydigan bir yangi qonun tuzmoqchi. Bu nimadan darak berdi deganda Xi Jinping urushga tayyorlik qilyapti. Bu qurultay birinchi hukumatni urushga tayyorlasa, ikkinchi jihatdan butun Xitoy davlatini urushga tayyorlikqa epmingyapti. Shuning buningda biz Uyg'urlarga bo'libmi milliy qirg'inchilikning ostida ingrayotgan bizning xalqqa keldigan baloyi ofat mencha texmi cho'ng bir tahdid bilan kelyapti. Bu bo'lsa Xitoyninki endi hukumat emas, faqat partiyaninki bevosita aralashishi bilan, chunki saqchininki onundan keyin davlat bexatarlik degandek bunda zo'ravon organlarninki hukumatdan ayrilib chiqib partiyaninki himoyasiga o'tishi, partiyaning bevosita Xi Jinpingning boshqarishiga o'tishi, bu demaklik bu yerda endi pardozdagi qonunni qayirib qo'yib,
partiyaning nizomnomasi bo'yicha yoki Xi Jinpingning buyrug'i bo'yicha ijro qilinadi. Buningda qonun burun hamda bir odamni yag'andan bo'lsa-mu, bir sot ichib 10 yil kasdoq degan bo'lsa, hamda partiyaning bir buyrug'i bilan bu odamni turmaga yo'llayotdiq debla o'lamdi, tirilamdi, bu shuning bilan oyoqlashadi. Bu demaklik bu yerda yag'an qonunni burun advokatlarni, yana yag'andan bo'lsa-mu, bir hukumat bir Xitoy advokatni kelib sen men Uyg'urni aqlaysa desa, o hukumatning qonuni to'g'ri, buningga azroq bir rahmdillik qilishinglarni deb burun ashra iboratdi. Mayli Uyg'ur advokat bo'lsin, bir Xitoy advokatsin belgilasa. Hozir hamda advokatni ketmaydi degan gap. Bu bevositalar partiyaninki bir buyrug'i siyosati yoki bir hujjati bilan bir odamning taqdirini o'zgartirib yetalaydi. Bu birinchisi. Cho'ng o'zgarish. Meningcha bu biz naiti astoydillik bilan diqqat qiladigan, tadqiq qiladigan chet eldagi Uyg'ur tashkilot, Uyg'ur har xil think tanklar, yana aql ambarlari biz qurilyapti, mutaxassislarimiz va bu birinchi diqqat qiladigan narsa. Chunki bu hukumatninki butun qurilmasida cho'ng o'zgarish. Xuddi madaniyat inqilobidagi vaqtga o'xshash hukumat yo'q degan gap. Bu qurultaydan keyin balkim hukumat asosan iqtisod bilan qolgan narsa bilan hech qanday aloqasi qolmaydi. Bu birinchi o'zgarish. Bu yerda bir savol so'rasam bo'ladimi? Bo'ldi. Bu hukumat bilan partiyaninki ayrilishi Xitoydan bir shakli mavjudlik. Bu aniqqa nurg'un jihatdan kishilarni qaymoqtiribmi kelgan bir narsa. G'arb davlatlarini qaymoqtirgan narsami shu. Yani Xitoyda partiya ayrım, hukumat ayrım deb. Emniyetda, mahiyatda partiya hukumatni idora qiladi. Lekin ikki xil shaklga ega hamda-ku. Endi men sizningki hozirgi gapingizdan qaraganda bundan keyin hukumat bilan partiyaning organ sifatida birlashib ketish ehtimolligi bormi? Şu tarafga qarab menyapti. Bu birinchisi. Shuningga men ma'ni davatqinim shu. Hukumat bundan keyin hamda manda degan vaqtida burun hukumatni oldiga chiqarib qo'ygan bo'lsa, bundan keyin hamda partiya oldiga chiqadi. Bo'libmi zo'ravonlik bostirish bu jihatda hamda hukumat oldiga chiqmay, partiya oldiga chiqargan. Hukumatni faqat iqtisodiy yoki chet el munosabatlarida ishiltish uchun oldiga chiqarib qo'yish ehtimoli bor, ammo asosan Xitoy ichida, yana Xitoyninki kontrol ostidagi, ishg'oliyatidagi Sharq Turkiston, Tibet, Mongol bu rayonlarda partiyalar oldida ko'rinadigan, hukumat asosan yandash bir nimaga aylanib qoladigan bu xil ahvol bundan keyin qarab mangdi. Endi buningki eng cho'ng tahdidi nima degan vaqtida burun qanday bo'lmasin, mening bu yerda buni ta'kidlab davatqinim shu. Burun qanday bo'lmasin, Xitoy saqchilari bir odamni tutish uchun yag'andan bo'lsa-mu, ko'pincha ahvollarda Uyg'urlar uni ishlatib baxmidi. Ammo ba'zi bir azroq nomi bor odamlarni tutish uchun uni yoki iqtisoddan ya bo'lmasa bir narsani elib, bir parcha tutish buyrug'i deb akilib uni tutatdi. Agar bu saqchi bilan bexatarlik ayrim partiyaning iqtidorchiga hukumatdan ayrilib chiqib ketgandan keyin butun partiyaga yana shu Sovetninki Leninning vaqti, Stalinning vaqtida eng kuchlangan vaqti KGB'ga aylansa, har qanday bir Uyg'ur o'zini Uyg'ur degan bo'lsa, kechisi kiyim-kechigini ishning yeniga qo'yib qo'yib, ishkin chekkan zaman shu somkini elib mangdigan manda bir terrorlik odamlar yashashning imkoniyati nayt to'vanlaydigan, ümidsizlanadigan bir xil sharoit kelib chiqadi. Chunki burun hamda manda degan vaqtida men shu yangilarligida bir vatandan uzun bo'lmagan chiqqan bir Uyg'ur uchrashib qoldim. Azroq o'rni bor bir Uyg'ur oila.
Şular bana oturup paranlaşıp şunu dedi. 2017'den ta 18-19'largacha har qanday bir Uyg'ur bir yepincha kiyimni ishning kayniga qo'yib qo'yadigan, qachon kelib qolsa shu chapanni o'simi ulgurib iyib oladiganga, mangdiganga uxlash kiyim bilan chiqib qolmaslik uchun shunda dakudikida yashaganligini dedi. Hamda odatda bir ozroq o'rni odam shunday yashagan bo'lsa, qolgan Uyg'urlarning ahvolini qanchalik tasavvur qilish menimcha bek tas emas. Hamda shu vaqtida shunda qilgan bo'lsa, u vaqtida hamda qanday bo'lmasin, yana hukumat oldida. Mana degan vaqtida hukumat soqchini boshqurdi, hukumat qog'allarni boshqurdi. Hamda bu islohotdan keyin, ya'ni buni islohot deydi. Buningdan keyin demak soqchilar faqat partikom sekretarining bizning vatanda partikom sekretarining buyrug'i bilan adam tuta oladi degan gap. Har qanday bir odamni aka desa shu zaman akilgan bu shu Stalinning vaqti, Leninning vaqtidagi shu qizil terrorlik degan shu davrga qaytirgan gap. Bu hamda nimadan derak berdi? Yana bir bu 2 kunning oldida yana bir xabar chiqdi Xitoyning gazet jurnallarida. Yana balkim diqqat qilganlar bor. Har bir masalan Oliy sudning, bosh taftishning yana bir ishki organning dedi. Partiya sekretari va nima? Hukumat rais va Xi Jinping sekretarga xizmat doklati berdi dedi. Hukumat raisi va partiya sekretari Xi Jinpingga xizmat doklati. Burun buni bunda dematdi. Burun bosh taftish, bosh sudchi hukumat raisiga, hukumatga doklati berdi dedi. Hozir alayda hozir buda ketimida alayda Xi Jinpingga doklati berdi dedi. Bu nimadan derak berdi? Xi Jinping podshoh. Amir. Podshohligi bu diktator bir odamninki hozir butun huquqni o'z changiliga olganliginingki deriki. Buni o soqchini, bexatarni partiyaninkiga olgani bilan ikkisini birlashtirib qarasak, uningki 3-chi bir nuqta bor. Men Uyg'urlar bizga yana bir xeyimninki kelayotganliginingki signali deydiganim shu. 3-chisi nima deganda Uyg'ur milliy qirg'inchiligining laylig'ichisi shuning kaynidagi qarqol, birinchi qarqol Xi Jinping o'zi. Bu hargiz ba'zi ahmoqlarning degandek Chinchuango'ningki o'zini ko'rsatish uchun qilib oshirayotganligi yoki boshqa narsa emas. U milliy qirg'inchilik bevosita Xi Jinpingninki o'rinlashtirdiki milliy qirg'inchilik. Endi bu qirg'inchilik texi tugamay turib, bu Xitoy bütün huquqni qo'liga elishi bevosita sakinning oldiga chiqib o'zining diktator va Maozdongdek bir turaqsiz, rahimsiz, vahshiy bir diktatorligini oldiga chiqarish bu zulm ostidagi milliy qirg'inchilikdagi Uyg'urlarga bu bir yana bir cho'ng afat. Endi buningdan cho'ng nima afat keldi uqmaymiz, ammo bu bir texmi odamni qo'rqitadigan, cho'chitadigan bir signal. Ba'zilarimiz masalan Chinchuango'ningki aktishi bilan umid kutganlar bo'ldi. O'zgarib qolarmi, yaxshilanib qolarmi? Voy kagini bir doktorga, kagini bir olimga, havo alam bo'shlig'i idorasida Xitoyning shuningda ishlabdiki, olim bo'lganniki, doktor bo'lganniki, rahim dilmidi deb har xil umidlarni kutib qoqqanlar bo'ldi. Ammo ma o'zgarish demak bu yerda umid kutish ahmoqninki ishi. Faqat millat Xitoyning parchalanishi bilan qutulishdan boshqa yo'l qolmadi. Yo'l qolmadi. Bu yerda Muşonunga qo'shib
bir eg'iz gap qilg'im bor. O bo'lsa men burun yana bir so'zlagandim. Tarixning muqarrarligi va tarixning abidiyligi deb. Tarixning muqarrarligi degan nima? Abidiyligi degan nima degan vaqtida tarixning abidiyligi degani bu hozirgi mushu jamiyat tarix tadqiqotchi olimlarning qo'ygan ko'z qarashi. Abidiyligi degan nima degan vaqtida tarix hamon oldi qarab mangdi. Yaxshilanib mangdi. Oldi qarab mangdi, yaxshilanib mangdi. Kundan kunga insoniyat madaniylashib mangdi, fan texnik taraqqiy qiladi, shuning bilan turmush yaxshilanadi, tuzumi yaxshilanadi, diktatorlar aman bir kuni demokratiyaga mangdi degan. Bu ko'z qarash asonli insonlarni past ahvolga umidsizlantirishga qo'ydi. Nima uchun degan vaqtida baribir tarix oldi qarab mangdi ekan, mangulikka, abadiylikka. Men tirishmasam, nemalı bo'lsa, ata cho'qim bugundan yaxshi. Bu kunlar o'tib ketadi. Madaniyat inqilobini beshimizdan kechirgan to'q o'tib ketdi. Shingsayning zulmidan kechirgan to'q o'tib ketdi. Yana shundoq o'tib ketadi. Yaman Xitoy, Wang Xitoy kessa, Jang Xitoy kessa yumshag'araq kelib qolar, yana bizga damog'idek. Qatarliq bu xil tarixning abidiyligi bilan o'zining mecburiyetinden vazgeçiş ve tarihten ümitsizleniş. Bu birisi. İkincisi inevitability deydi. History of inevitability. Yana tarixning muqarrarligi. O degan nima degan vaqtida voy bu bugungi milliy qirg'inchilik bu yengilik emas. Shinsam shunda qilibdiki, Gomindang shunda qilibdiki, ammo keynida Shingsay o'lganda biz Shingsayni biz o'rib etib, bizmi gullangan. Sharq Turkiston Cumhuriyet qurgandik. Gomindang ketgan vaqtida bizmi Gomindangni qilgandik. Yana biz burun yaxshi bo'lgan kunlarimiz bo'lgan. Shu kunlar yana qaytib keladi. Tarix takrorlanadi. Tarix davomli oldi qarab mangmaydi, oqig'imi yanadi. Shuningga buningga bizning kuchimiz yetmaydi. Bu mu yana bir xil ümidsizlanish, passiv tarixga qarash. Yana o deganlik, bu mashunda takrorlanaverdi. Shuningga men qilsam, qilmasam, biz tirishsak, natijasi o'xshash bo'ladi. Yana shu burunqiga o'xshash, ketgan kun ketdi deydigan. Bu ikkilisi passivlik, ümidsizlanish. Tarix ikkisining yug'urilmasi. Yana o bir tasodifiy. Tarix ko'pincha ahvolda tasodifiy. Bu tasodifiylik insonlarning tirishchanligi bilan insonlarning kutgan tarafiga menish ehtimoli nihoyat cho'ng. Shuning uchun bu yerda umidsizlanish, voz kechish vazifadan bu insonlik qilingan xiloflik. Mana degan vaqtda biz musulmonlar uchun yaratquchining bergan jiniga munofiqlik qilganlik bo'ladi. Yana xoinlik qilgan bo'ladi. Biz tirishsak, xuddi 33-yili Cumhuriyet qurilib qolgandek, ashta bir narsa amalga oshdi. 44-yili qurilgandek, yana Kosovo, Sharq Temur deymiz, hammasini hech kim umid kutib bakmagan. Ama bu bo'ldi. Demek, insanlar tirishsa, mandal degan vaqtida Ukrainani misol keltiraylik. Rus eli unaga to'xtaymiz. Rus kirgan kunning birinchi kuni, ikkinchi kuni biz hammamiz nemini o'yladik? Amerika shu vaqtdagi o'yin nemiki aeroplan avatamdik. 3 kunda Kiyevni buldu degan. Kiyevni. Amerika Zelenskiyga aeroplan avataylik qanday qochsa degan. Shaxsan men o'zim shu kuni televizorni ko'rib, ichib, Rusning kirib Kiyevning yendiki bir aerodromga Rusning askarlarining tushganlarini ko'rsatganda qarab beqib, haftaning oxirigacha bu ish tugaydi-ki degan to'q. Ammo hozir 1 yil bo'ldi. Ukrainaliklar zo'r bir turkum zaminni qaytarib oldi, ammo urushyapti. Bu urush davomlashyapti. Bunga hali qaytib kelamiz.
Bu birisi. Yana birisi. Sovetninki g'ulab ketishini kim o'ylagan? Hech kim o'ylamagan. Shu vaqtida Sovet degan dunyodagi ikkinchi cho'ng kuch zo'ravonti. Amerika o'zimi tasavvur qilolmagan. CIA'ni desa hammadan nihoyatda kuchli bir Amerikaning dunyodagi eng kuchli jasus organi deydi. CIA'mi shu Sovetning shunda g'ulab ketishini tasavvur qilolmabdi ekan. Shuningga hech qanday bir Amerika hukumatiga ijobiy bir taklif berolmagan CIA shu vaqtida. Shuningga Amerika mu shu o'zgarayotgan tarixning o'zgarishiga past ahvolda orqaga agishib mangan. Shuning bilan hozirgi ba'zi tarixchilarning gapi bo'yicha, analiz bo'yicha shu vaqtda Amerika ching turib, ba'zi bir narsalarni, qonuniy xalqaro qonunlarni Sovetni shu vaqtda qilib qolgan Ruslarni bir ramkaning ichiga akirmagan. Akirmay, aksincha ularga voy bu omad kelib qolgan omad o'g'aniki bularni voy sening rost deb turayli deb yo'g'otib o'tgan bugungi kundagi vaqtida hamda bir putli qashon bo'lyapti yana. Shuningga o'xshash bu yerda tarixga umidsizlik bilan qarash, passivlik bilan qarash, o inson o'zininki majburiyatidan qochish, g'ururlik, ig'raroq degan vaqtida bu bir xainlik. O'zingning vazifasiga. İnsan bu dunyoga keldik, iz qoldiramiz. Tirishchanlik ko'rsatishimiz. Shimiz lozim. Bir ishni bo'lmaydi deb o'ngda yetib saqlasak, u hargiz kelmaydi. Shuning uchun dunyoning tarixi kelmaydi degan ishlarning hammasining kelayotganligini ba'zida tasavvuri ko'ringan bilan, ammo uning keyinda jiqligan odamlarning badal to'laganligi. Birinchi Dünya urushida masalan 4 imperiya bo'ldi. Avstriya, Vengriya imperiyasi, Nemis imperiyasi, Osmanlı imperiyasi, Zar imperiyasi. İkinci Dünya urushidan keyin Yevropadagi qolgan imperiyalar, Angliya, bu Fransiya, bu imperiyalarmi hammasi g'ulidi. Shuning bilan jiq davlatlar mustaqil bo'ldik. Hozirgi Afrikadagi, Osiyoning bir turkumlaridagi Pokistonning paydo bo'lganligini kim o'ylagan? Yana bir misol keltiray. Pokistonningki ismining balkim qanday kelganligini jiq odam bilmasligi mumkin. Pokiston degan ism Muhammad Jinnah, yana shu vaqtdagi Hindiston mustaqil harakatidagi Musulmon partiyasininki, ya'ni Muslim League'ning bosh raisi bo'lgan Muhammad Jinnah degan odam Pokistonni musulmonlar ayrim bir davlat qurayli deganiki Angliya o'ylash baqsaq bo'ladi buni degan vaqtida buningga nima davlat ism qo'yamiz deb shu o'ziga qo'shiladigan har bir o'lkaning birinchi harbini tepib shu harflarni akilib oxirisiga stonni qo'shgan. Shuning bilan Pokiston bo'lgan. Mana degan vaqtida bu davlatning qurilishi ismidan tortib bir ijod. P harfi birinchisi Panjobdan kelgan. Bu demaklik bu davlatning qurilib kelishi ismdan tortib bir ijod qildik. Yaqinqi zaman qaysi yili? 48-yili. Shuningga tarixga umidsizlik bo'lmaslik. Bizningmi taqdirimiz shuningga o'xshash. Xi Jinping hozir qarab Xitoyni xuddi Birinchi Dünya urushidagi shu imperiyalardek yoki Sovetninkidek shu g'ulaydigan tarbiyaga qarab ip mingyotdi. Shuningga bu qitimqi qurultayning bu ikki cho'ng o'zgarishi Xitoyninki ikki narsadan signal berdi. Shuning bilan tugataylik birinchi savol. Birinchisi bostirish, zo'ravonlik texnik kuchayib mangdi. Ikkinchi bu qurultaydan keyin Xitoy butun vujudi bilan Amerika bilan urushga tayyorlikka qarab mangdi. Bu ikkisi biz bilan bevosita munosabatlik. Bostirishning kuchlanishi milliy qirg'inchilikni davomlashtirib, biz texmi qorong'ulikda qoladigan
texmo dehşet xabarlarni anglashimiz ehtimoli cho'ng. İkinciden urush tayyorlik qilishi Amerika bilan urushidir. Bu urush cho'qim Amerika bilan bo'ldi. Ya'ni g'arb demokratiyalar bilan. Bu bizga kelayotgan fursat. Bu fursat tasaddufiy, atmo, o'g'inmo hech kim bundalanmaydi. Ama biz tirishib, shu fursat kelgan vaqtida bu fursatni bizning milliy manfaatimizga tirishsak, biz qutula olamiz. Hamda üçüncüsü, mening demoqchi bo'lganim, balkim bu qurultayda bizning vatanni parchalashning planimi o'tirg'i qo'yilish ehtimoli bor. Buni Cenub Şimal deb ayirish. Janub Şimal, Sharq deb uchga ayirish. Buni Xitoy davatqini 10-15 yil bo'ldi. 10-15 yil bo'lib qoldi. Bir necha ayning oldida yana chiqdi bu gap Xitoyning ba'zi gazetlarida, torbatlarida. Balkim shuni buda bir loyiha qilib qo'yib beqish ehtimoli cho'ng. Bumu bir cho'ng xavf bizga Uyg'urlar. Sizningcha avtonomiyani, shakldagi avtonomiyani tamamen amaldan qoldiradimi yoki Şinjan ülkesi deb bir şimalni ayırıp andaki Janubni yana shu Uyg'ur avtonom rayoni deb qoldirib qo'yadi. Odatda bu ishg'oliyatchi hokimiyatlar, kolonialistlar, yana nima deydi kolonialni? Mustamlikchilar. Mustamlikchilar odatda o'zining zo'rlig'ini ko'rgan vaqtida shu rayonga har xil otlarni, cho'g'larni qo'yib qo'yib ketadi. Uruqlarni tikishga. Uruqlarni. Shuning bilan o rayon xeyli zo'r bir mezgilgacha birlikka kelanmaydigan har xil qirg'inchilik, urushlarning davomlashishiga shu qo'yib qo'ygan otlari, cho'g'lari, uruqlari keyinda xalqni bizar qildigan ahvol. Shuningga Xitoymi hozir xeyli bir turkumlari buni his qilyotdi. Sharq Turkistonninki hamda Uyg'urlarga ya Sharq Turkiston xalqlariga fursat kelsa, bu zamin cho'qim qo'ldan ketadiganligini Xitoyning xeyli zo'r bir turkumlari buni his qilyotdi. Chunki milliy qirg'inchilikdan keyin bu yerdagi yerlik millatlar qat'iylik bilan o'zining erkinligini talab qiladi. Shuningga meningcha avtonomiya degan bu qalpoqni ivatmaydi. Uni ivatsa butun tang 5 yilsininkini ivatish kerak. Hozircha ivatmaydi, ammo buning doirasini kichikiltib qilish ehtimoli bu cho'ng'aroq. Hamda buningga kuzatishimiz lozim. Oldin ola men yana deyotganim shu. Bizninkimi hozir aql ambarlarimiz va aql. Bular bizning mutaxassislarimiz bu to'g'riliq cho'nqur o'ylanishimiz lozim. Shu 3 masala. Qanda bir pozitsiyada bo'lamiz, nimalarni qila olamiz, nimalarimiz bor. Bu to'g'riliq hammamizning o'ylanishi ne talab qiladi. Rahmat. Yuqorida nihoyat yaxshi atrofliq muloyiza elib bordingiz. Ko'p rahmat. Endi Xitoyninki qurultoy haqida shunchalik to'xtalsak, yana qurultoy 9 kun davomlashadi ekan. Shu qurultoyninki davomidagi yeniliklar, o'zgarishlarga qarata yana muloyiza elib borsak bo'ldi. Endi ikkinchi qilib shu yaqinqi mezgillarda bo'libmi o'tgan oyda Amerika Xitoy o'rtasida yuz bergan surkilishlar to'g'risida biraz to'xtalib o'tsak deb o'ylayman. Chunki mayli Xitoyninki bu qurultoydan keyingi burunqi muomalasi bo'lsin, undan boshqa kelgusidagi tayyorligi bo'lsin, yana Amerikani nishon qilgan bo'ldi. Chunki Amerika Xitoyga birdan-bir raqib bo'la oladigan, Xitoyga tetiy oladigan davlat dunyoda. Xitoymi o'zining butun strategiyalarini shu Amerikani cheklash yoki Amerika bilan munosabatni qanday betaraf qilish ustida qurdi deb o'ylayman. Sizningcha shu Amerika Xitoy munosabati qaysi tarafga qarab ketyotidi? Buni o'tgan oydagi shu josuslik shari voqeasi bilan qanday munosabati bor? Meniki diqqatimni tortgan bir nuqta bu yerda
o'zini o'tida qistirib o'tay dedim. Bu josuslik shari vaqasi yuz bergandan keyin Amerika kuchli inqiroz qaytuvdi. Ama Xitoy taraf bundan kechirim so'rash yoki o'zini qochirish o'rniga bu degan xalq egiligidagi bir harakatni, xalq egiligidagi bir shirkatning qilgan ishdi. Amerika buni cho'ngaytiryapti deb san'at qilmagandek bir pozitsiya tutdi. Ondan keyin Baydenninki bir pozitsiyasimi meni biraz afsuslantirdi. U bo'lsa-mu u ikki qismda ben Beycan'dan Apple sormayayım dedi. Bu biraz zayıf insanlarki aciz devletlerki deydiğen gibidek tuyuldu. Aslında Beycan bunun için kechirim so'rash kerak, bo'lishi kerak deb qarayman. Sizningki mushaktagi qarashlaringizni olgan bo'lsak. Buldu. Yig'inchoqlab yetgan vaqtida oldida ochiq dalaymizki, Amerika bilan Xitoyninki munosabati tugidi. Hazır hamdi ikki taraf tayyorlikqa, yana oxirgi to'qinishga tayyorlik qilayotgan shu darajasiga, shu bosqichga keldi. Bu yerda hamdi balonning vaqasi nayti bir yaxshi bir fursat oldu Amerikaga. Mayli Biden hukumati uni 4 kungacha o'zlarining mujmalligidan atmay 4 kun tug'izdi-mu yoki qasdan shundoq qildimi, har xil ko'z qarashlar bor. Ham biz o Bidenning nima o'ylaganini bilmaymiz. Shuning uchun amma balkim ularning shu mujmalligi bo'lishi mumkin. Shuning bilan 4 kun Amerikaning osmonida turishi, butun xabarlarda 4 kun Xitoyning bir baloni Amerikaning zimini ustida yurayotganligi bu Amerikaliklarningki g'ururiga tegdi. Amerikaliklarning nafratini qo'zg'adi. Mayli uning qilmishi qasdanlik bilan bo'lsin yoki mujmallikdan bo'lsin, ammo bu Amerikaning xalqini bir uyg'otdi. Amerika demokratiya bir el. Demokratiya elde xalq uyg'unib bir davlatni dushman ko'rsa, saylandigan odamlar shu dushmanni jiqariq ayblab mangmasa saylanolmaydi. Demokratiyanınki, mening Amerikaning demokratiyani yaxshi ko'radigan yerim, mayli Demokrat partiyasi olsun, mayli Cumhuriyetçi olsun. Xitoy dushman bo'lib bo'lgandan keyin ikki taraf butun vujudi bilan qaysining qattiq tura oladiganligini ifodalash uchun xalqning nafratini o'zining manfaatiga aylantirish uchun bular bas-bas bilan qonunlarni tuzaydi, har xil so'zlarni so'zlaydi. Bu so'zlar qanday qildi degan vaqtida bu demokratiya sistemining shu yeri hozircha biz Uyg'urlarga foydali. Bu giz jurnallarga chiqdi, giz jurnal buni kengaytib mangidi. Manda degan vaqtida yo'g'otidi. Xuddi bir megafonning rolini o'ylaydi. Shuning bilan xalq nafratlandi, xalq uningki yana bularni manda degan vaqtida bu bir-birini ishtirib mengib, eng oxirsida to'qinishga qapirdi. Biz agar qaraydigan bo'lsak, jiq tarixdagi urushlar qanday yuz bergan desa, oldida xuddi bir kichik ishlardek, ammo ikki tarafning bir-birisiga xalqqa o'zini kuchli ko'rsatish uchun nafrat so'zlarni, qattiq so'zlarni ishiltishi bilan oxirsida o'ziga yo'l qo'ymay, shuning bilan berib, to'qinish bilan hal bo'ldi. Mana degan vaqtida Amerika Xitoy munosabati hozir shu tarafga qarab mengyapti. Ammo bu yerda bir narsa bor. Biz jiqlarimiz Amerikaning kuchligi ishi nima? Ammo Amerika tayyorsiz. Bu yerda bir narsani misol keltiray. Wall Street Journal'da bir ayning oldida bir parcha maqola chiqdi. Bu maqolada Ukrainaninki Heliyani kelmiz urushga. Bir yilda ishlatgan Javelin boshqurilish bomba. Javelin degan. Ashuninki 11 yillik, yana Amerikaning 11 yillik mahsulotini ishlab chiqargan mahsulotini Ukraina urushida 1 yilda tugatib bo'ldi. Hozirgacha yana 2 kunning oldida Yevropada bir xabar chiqdi.
Belki okudunlar bazılar ya bazılar okumadı. Nemi deydi dese, Vengriya o deyme. Ondan keyin Polşardaki bir neçe pechatlayotgan, to'xtab qolgan qoral zavodlarni, yana zambirak o'q dorisi yasaydigan bu zavodlar qaytadan ishchi qabul qilib, zavodni yo'lga sevitibdi. Bu nemidan derak berdi deganda, Amerika hozir Ukrainaning bir yilda ishlatayotgan butun Yevropa bilan Amerikaning yordam qo'rollari zapas. Bu zapas hozir tugashga boshlayotdi. Ha. Bu yerda demokratiya davlati bilan diktator davlatning farqi bor. Masalan, Putin bir buyruq bilan butun zavodlarni asliga keltirib, traktor yasayotgan zavodni tank zavodiga o'zgartirib yuboradi. Chunki u diktator. Ama Yevropa, Amerika mashina yasayotgan zavodni tank zavodiga bir buyruq bilan o'zgartirmaydi. Uning qonun bo'lishi kerak. Ondan keyin qoral ishlaydigan, boshqurilish bomba ishlaydigan zavodlarga buyruq tushiribla uni manchilik ishlaysa dalanmaydi. Ular bilan suhbatlashidi, kelishim tuzaydi. Ortiq ishlab qolsa, uni kimga sotadi? Buni hammani o'ylashidi. Chunki bu yerda hammasi kapitalizm. Kapitalizm manfaatga turadi. Tankini manfaat olsa ishlaydi, manfaat chiqmasa tankini ishlamaydi kapitalist. Shuningda men bu ikki misolni keltirishim hozirgacha mana degan vaqtida Ukraina urushi g'arb dunyosininki butun zapas qorallarini tugatyapti. Bu nemidan derak berdi deganda bu urush tugmadi texi. Ama Rus bir cho'ng davlat. Ya'ni mayli qanchalik bo'lsin, birinchi qitimda bulto kirgan vaqtida degan nishoniga yetamagan bo'lsa-mu, ammo lekin Rus yana urushyapti. Odami jiq, zapas boyligi jiq, cho'ng bir davlat. Undan keyin diktator bo'lgandan keyin men deganga o'xshash, xuddi Stalinninki Ikkinchi dunyo urushida bütün shu mashina ishlaydigan, traktor ishlaydigan zavodlarni, kombaynni hammani o'zgartirib, tank, zambirak ishlaydigan qilgandek bir buyruq bilan ular qila oladi. Hozir Rusmo o'zini o'ngshyapti, o'ngshab bu urush davomlashyapti. Ammo g'arb dunyosi ta bugungacha texi keng ko'lamda qaytadan qoral ishlash emas, zapasni ishlatyapti. Bu demak, g'arb Rusqimi tayyor yo'q bu urushga. Xitoyga texmi tayyorsiz. Chunki burun Amerikaninki ta Trump hukumati kelgacha Amerikaning o'yida Xitoyni erkin dunyosining iqtisod taraqqiy qildirsak, bizning sistemaga agishidi, buningga kiradi, kirsa demokratiya bo'ladi, shuningdek biz bilan do'st bo'ldi, xristian bo'ladi degan o'y bilan Xitoyni dushman qaramagan, Xitoyni o'ziga bo'ysundira oladigan bir kuch o'ylagan. Ammo endi bu kuch barbod bo'ldi. Barbod bo'lgan bilan tayyorsiz. Xitoychi deganda Xitoy Deng Xiaopingning vaqtidan tortib yoki Mao Zedongning vaqtidan tortib Amerikani dushman qarab kelgan. Amerikani yengimiz deb kelgan. Masalan, Mao Zedongningki sakrab taraqqiy qilishma, Dayuejin degan. Cho'ng sakrab ilgirlash. Cho'ng sakrab ilgirlash vaqtida nima? Gammey Chaoying degan shiori bor. Yana Amerikaga yetishib olish, Angliyadan ishib ketish. Angliyadan ishib ketish, Amerikaga yetish. U degani faqat iqtisodiylar emas, po'lat ishlab chiqarish mahsulotida emas, butun davlat kuchida degan gap. Demak, Xitoyning uzundan bu plani bor. Masalan, bu yerda yana bir xabar chiqdi. Bir necha kundan oldida Biden muavin prezident vaqtida deyman. Shu vaqtida Obama davrida. Shu Obama davrida deyman. Dedim-u yoki uning Obama'nın ikkinchi davrida Biden muavin prezident bo'ldi-mu işte. Shu bo'lgan vaqtida Bidenmi yana birisimi Amerikaning bir cho'ng amaldori, ismida qolganda Bidendek qayta tekshirib baxsam bo'ldi o xabarini.
berip Li Keqiang bilan ko'rishibdi. Masalan, jiq odamlar Li Keqiangni hozir o qurultaydan keyin pensiyaga chiqib ketadigan davlat ishlar bosh komissari bo'lgan mahkamasininki bosh ministri. Li Keqiangni jiqla mayli Xitoyning olsun, chet eldagi mutaxassislar olsun, Li Keqiangni bu erkinlikni nim qildigan, demokratiyani yaqinlaydigan, amalikin Xi Jinping kuchlik, Xi Jinping kuchlik bo'lganligidan bu o'zini ko'rsatmadi deydi. Şu 10 yılının aldıda Biden'mı bir Amerika'nın ameldari berip bu Li Keqiang bilan bir ayrım görüşken sorunda Li Keqiang nim depti? Amerika'nın emdi biz bilan tang turma deydigan, bizga qo'l silib, andaqil, mandaqil deydigan davri o'tib ketdi. Üzanglarni bilib olinglar. Biz hozir faqat bir necha yilda sizlarning oldinglarga o'tib, davlat xalqaro qonun, xalqaro tuzumini tuzashga biz yo'lboshchi bo'lamiz deb bu gapni Li Keqiang debdi. Demak, Xitoyning ichida o ilqi g'arbni yaqinlaydigan demokrat bu mavjud emas. Faqat Xitoyda masalan Hong Kongning kinolarini jiq ko'rganlar hammasi biladi. Onunki Amerikadami ilqi bad cop, good cop deydi, ken İngilizce'de. Xitoyninkida Chang Honglian, Chang Xilian deydi. Birisi o'zini nayt vahshiy, var vaqiraydigan diktator ko'rsatish, yana birisi papilaydigan, aldaydigan, yaxshichaq ko'rsatish. Bu Xitoyning tarixidan tortib an'ana. Shuningga Xi Jinping zo'ravanda ko'rindi, Li Keqiang qarasa, voy xalqim o bu deganda ko'rindi. Shuning bilan xalq umid kutib, shu umid bilan qachon Mao yaxshisi chiqa, askisi tushib keta degan bu umid bilan qarishliq bo'lmaydi, pasif ahvolda agishadigan bo'ladi. Xitoy mushuni ishlatib kelgan. Endi Amerika bilan bo'lgan siyosat edimi, shu usullarni ishlatdi. Amerika ahmoqonlik bilan Xitoyni yumshoq deb o'yladi. Chunki xuddi yana bir Amerikaning mutaxassisi degandek, Amerikaliklar Beijingga borsa, Xitoyninkiga borgan vaqtida ingliz so'zlaydigan bir turkum Amerikada o'qigan, Angliyada o'qigan Xitoylar kelib bular bilan paranglashdi. Voy Amerikaning animisini yaxshi ko'rma, Amerikaning animisini yaxshi ko'rma. Xitoycha inglizcha bilmaydiganlar bilan ular jiqarilisholmaydi. Shuning bilan bularning qaytib kelgan vaqtida voy Xitoy degan yaxshi ekan, bizning narsimizni yaxshi ko'rar ekan. Yaxshi ko'rganniki bular cho'qim bizga havas qiladi, havas qilganniki bizning kaynimizdan mang'idi deb bu ahmoqona xiyol bilan shuni kutgan. Ammo Xitoyninki 99% inglizcha bilmaydi, Amerikaga kelib boqmagan. Hukumat Amerikani imperializm desa imperializm deydi. Mao hozirgi virusni Amerika yasab chiqargan, akilib bizga taqatgan desa, ha shundaqki deydi, Amerikaga yo'qotsam deydi, dushman ko'rdi. Shuningga bu yerda Amerika mana degan vaqtida tegi taktidan bugungi Amerikaning mujmalligi, yumshoq ko'rinishidagi sabab tayyorsiz Amerika. Shuningga hozir Amerika butun vujudi bilan Xitoy bilan bo'ladigan bu to'qinishni aql suruydiganga tirishyapti. Ham bu mujmallik bo'ladi. Albatta shunda ko'rindi. Ham mujmallik mohiyat jihatdanmi? Ham yana bir misol. Yana bir xabarda ko'rganimda. Hozir Amerikaning Tayvanga bergan va'dasidagi qurol qancha yil oqidi ekan? 4 yil keynida qoldi. Yani vaqtida berib bo'lmabdi demakchi. Berib bo'lmagan gap. 4 yilning oldida berimiz degan qurollarni texi Tayvanga topshirib bo'lmagan. Endi ma Ukraina urush bo'ldi, bu boshlangandan tortib o qurollar Ukrainaga ketib qolgan. Tayvan hozir bizga jiddiy qurol kerak deganda Tayvanga shu zaman o kerakli qurollarni texi ta'minlayolmaydi. Ta'minlayolmaganiki Amerika bu yerda hozir ciddiylik bilan siyosiy ko'rinishda amalba urushni aql surish uchun mujmallik qilyapti, yumshoqlik qilyapti. Ammo ishki jihatdan tayyorlikni
qadamma-qadam puxtalab menyapti. Buningda Amerikaning bir generali, ya'ni havo armiyasining generali Tinch okeandagi bir oyning oldida bir taqatgan buyrug'ini, so'zini Amerikaning xabarlarida berdi. Ama asas medialarda bermedi. Nima deydi? Kelar yili, ya'ni 2024 Amerikaning saylimi bo'ladi. Tayvanda saylan bo'ladi. Xitoy balkim mushu fursatdan foydalanib Tayvanga hujum qilib, biz bilan bevosita to'qinish oldimizda. Shuning uchun hammanglarning tayyorlik bo'lishini kutma deb tuvandagi askar ofitserlarga tushagan bir buyruq so'zi deganda. Bular bilamdi, biladi. Bu urushning kelayotganligini, to'qinishning yiqilishyotganini. Ammo ahmoqonalik Manda degan vaqtida Amerikaning o'zining sulh qilganligidan burun Xitoyga to'xtamay yo'l qo'yganligidan ham Xitoyni yo'lab ahmoqonlik bilan abayman degandek yo'lab bularni o'zgartimiz deganligi uchun Amerikada tayyorlik yo'q. Xitoyning zapas qurollari, yana zapas uningda ustiga yana to'xtamay ishlayotdi. Amerikachi zapas qurollarini Ukrainaga beryotdi. Aşu meni hayran kaldırdı. Mesela şu Wall Street Journal'ın 11 yıllık Amerika'nın bütün cavlan başkuruş bombasının zapsını bir yılda Ukrayna'ya şiltip yaptı. Hazır asasen ambar kuruk Amerika'nın. O diyen en ünümlükmüş Ukrayna'ya vuruşu da. Hem de ona kayıtının işlep çıkarışka başlaşışka tayarlık etipti. Bu demek nime degende 11 yıllık qoralını bir yılda işiltip olgan bolsa zapas qoralını bir xilini. Am qağalları agar Xitoy bilan urushib qalsa, Xitoyning tayyorligi bor. Buningga qanchalik qoral ketidi? Amerika buningga tayyorlik qilish kerak. Shuningga yig'in chaqlab hamda esaq Amerika bilan Xitoyningki munosabati tugidi deymiz. Tugidi. Bu yerda hamda ko'rinishda Amerika raqobatimiz deydi, ammo ishki jihatda Amerika Xitoyni dushman ham birinchi dushman deydi. Eng chong dushman deydi. Bu yani Amerika bilan Xitoy o'rtasida bundan strategik hamkorlik degan narsa mavjud emas. Ya'ni urush vaziyati shakllanib bo'ldi demakchi-da. Shakllanib bo'ldi. Shundoq. O ilki stratejiya jihatdagi raqobat degani padazlash hamdi. Faqat munosabatni yurishtirish uchun qo'llanayotgan so'zlar. Yurishtirish emas, o'ziga vaqt hamdi inglizcha buy time deymiz. Saqlab qolish uchun. Ha, tayyorlikni puxta qilmoqcha vaqt kerak. Unda bo'lsa Amerika Xitoy munosabati haqidagi mulohazani shu yerda oxirlashtirsak, bir soat yaqin bo'lib qoldi. Bizningki yana bir temamiz bor. Hozir Rossiya Ukrainaga hujum qilgani 1 yildan oshdi. Bu 1 yilning ichida bayamizda o'tgandek nurg'unlagan mo'jiza xarakterlik ishlar vujudga chiqdi. Aslida Rossiya Ukrainaga tajovuz qarori chiqqan vaqtda Amerika o'zining Yevropa o'zining cho'chib ketgan, hatto bir qancha kun ichida Ukraina tamoman cho'kidi deb faraz qilgan. Tahlilchilar shunday faraz qilgan. Sizda o'tgandek hatto Bayden Zelenskiyga oylikdan avatiga kelib olamsa degan gapni qilgan. Ammo Zelenskiyga o'xshash bir rahbarningki kaskin maydonda turishi, undan keyin Ukraina xalqining baturlarcha kurash qilishi bilan bütün dinamikler o'zgarib ketdi, bütün farazlar ag'darilib ketdi. Ondan keyin urushniki davomlashib, kishilarningki qallasidagi tushunchalarni o'zgarishga boshladi. Ya'ni bir peshba bilan yuqoldi deb qaralgan Ukraina tadrijiy yengilmaydigan, saqlanib qoladigan bir kuch ekan degan tuyg'uga kishilar bir hujum bilan elib oldi deb qaragan Rossiyaniki allaqachon ichidan chirib ketgan. Unchalar qattiq bir zarba berish iqtidoriga ega emas bir kuch ekanligi o'rtaga chiqdi. Buni siz yuqorida bizningki tarixningki
muqarrarligi, tarixning abadiyligi degan nazariyalardan chiqib turib, yana ümidsizlanmasligimiz kerakki, bizgami shundoq fursatlarniki keldiganligini so'zlab o'tdingiz, bunga birlashtirib. Endi yuqorida o'tganimdek Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgani 1 yil bo'ldi. Bu urush davom qilyapti. 22 fevral Wang Yi Rossiyaga ziyoratga berib, Lavrov va Putin bilan ko'rishdi. Rossiya Xitoyni bu urushga so'rab kirishga urinyapti. Xitoymi kelgusida Tayvan bilan bo'lgan urushda bo'lsin yoki Amerika bilan bo'lgan bevosita to'qnashuvda bo'lsin, yolg'iz qolmaslik uchun Rossiyaga javob va Rossiyani hozirgacha bir qatim ayblab boqqani yo'q. Aksincha Asaddan yordam beryapti, ammo Amerika, Yevropaniki bevosita jazosiga uchrab ketmaslik uchunmi yana biroz ehtiyot qilayotganligini ko'ryapmiz. Undan boshqa o'tgan hafta Amerikaning tashqi ishlar ministri Blinken O'rta Osiyoni ziyorat qilib 5 davlat bilan diplomatik yig'ilish olib bordi. Xitoyga bo'lgan ziyoratini amaldan qoldirdi, josuslik ishlari va qasddan. Muşularni çözdüğün halda Ukrayna Rossiya urushining 1 yillik munosabati bilan sizniki muşu Ukrayna Rossiya Ukrayna urushi, andiki Xitoy Rossiya munosabatidagi o'zgarishlar haqidagi qarashlaringizni bizniki ko'rmalarga o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Hamda Rossiyaniki Ukrainaga tajovuz qilib kirishi, bu bir tajovuz. Çünkü Ukrayna'nın müstakilligini Rus özü itiraf qilgan xalqaro qonuni bor. Mana degan vaqtida dunyoninki hozirgi tuzumi qonun bilan kelyapti. Hammasi shunga hurmat qilish lozim. Shunga bu tajovuz urushi biz ko'rgandek, biz shohid bo'ldik bunga. Dastlabki xuddi Rus gukrab kelib hammani ip ketadigandan hozirgacha patqoq qilib ketib qoldi Rus armiyasi. Ama ikki taraf hozir urush maydonida cho'ng o'zgarish akab ko'rsatmadi. Bu yerda butunlay meningcha Amerikaninki men burunmi dedim, Amerikaning Rossiyani butunlay parchalab o'tishni bak xalab ketmaydiganligi ham bu aniq bu yerda. Nima degan vaqtida men yaqinda yana bir Amerikaninki bir strategiya olimining bir maqolasini ko'rib, shu yerni qildim. His qildim. Jiq bilim o'rgandim. Bu odam deydi, agar Ukrainani ki aşı hamma zaminni Qrimdan tortib butunlay ilib Ukrainaninki mustaqilligi, birligi hammani saqlaymiz deydi ekan. Amerika, G'arb dunyosi Rusning zavodlaridan tortib, masalan, Rusning hozir tank ishlayotgan, askar qilayotgan zapaslarini bombardman qilish kerak deydi. Uni qilolmading, Rus tugab ketgan zapas qorallarini qaytadan ishlab chiqarib, kelar yilgacha, bir yilning yil oxirlarigacha asliga keltira oladi deydi. Masalan, bir necha oyning oldida esimizda bor bo'lish kerak. Bazı xabarlar chiqdi, voy Rusninki boshqarilish bombasining ichida ishiltadigan chip yo'qolib tugab ketibdi, kompyuterlarnikini chiqarib ishiltibdi degan. Ama bugungi kagicha ishiltyapti. Demak, Rusning zapisi xeyli bor. Uningdan keyin bular bir buyruq bilan Rabayman degandek asli keltira oladi. Shuninga bu urush mushunda mangsa Amerika, G'arb dunyosi bevosita Rus bilan urush e'lon qilmasa, bu urush mushunda patqoq ketib, uzunga so'zildi. Shuning uchun hozir Amerikaning Rus bilan munosabati nima deganda, bu yerda yana bir favqulodda bir ahvol. Bir kunmi tunugin Blinken Rusning tashqi ishlar ministri Lavrov bilan Yangi Delhida, yana Hindistonda 10 minut ko'rishdi. Bular urush boshlangandan bultordan boshlab ta telefondami hech qanday yerda munosabat qilib boqmagan. Birinchi qatim 10 minut ko'rishdi. Ondan keyin yana bir xabar bor. Masalan, Biden Kiyevga borgan vaqtida oldin qayda. Oldinala Rusga xabar berganligi aniq bo'ldi. Urush yangi boshlangan vaqtida Amerikaning mudofaa ministri
Rusning mudofaa ministriga bir necha qitim telefon qilganda telefonni qat'iy olmagan, paranglashmagan. Ama hozir bu telefon aloqa hammasi normallashgan. Rus bilan Amerikaninki back channel deydi inglizcada. Yana orqadagi communication, yana suhbat davomlashyapti, yengilyapti. Akı yol içildi. Akı yol içilyapti. Bu da Blinken'ninki Lavrov bilan ko'rishi bu yana bir qadam bu yo'lning kengayotganligi. Yani nima degan vaqtida buni meningcha shaxsan men 2 kunmi 3 kunning oldida Rus undidarni Rossiyada cheklabdi. Amerikada tek cheklab bo'lanmadi. Undidar Xitoyning appsini Rusda chekladi. Buni xabarda chiqdi. Bu yerda Amerikaning mutaxassislari, strategiya olimlarining to'xtamay Amerikaga da'vatqini nima deganda, Ukraina urushini masalan men bekarak jiqaraq leksiyalarni anglaydigan, maqolasini o'qiydigan Stephen Kotkin deb o Hudson institutining bir mashhur tarixchisi bor. Shu odam deydi, Ukrainani nima o Qrimni tashlab qo'yish 50 yil talashmaslik, qolgan zaminlarni qaytarib olish, uningki Ukrainani Yevropa Birligiga uningki NATOga akirish. Akirgandan keyin Rusning tahdidi NATOga kirdi, Rusning tahdidi tugaydi deydi. Qrim masalasini 50 yildan keyin ovozga qo'yib, agar xalqaroning nazoratida 50 yildan keyin cho'ng o'zgarish bo'ldi. Putinmi yo'qaydi, Rusmi boshqacha bir odamlarning oldida taraqqiy bo'ldi, Ukraina ham boshqacha taraqqiy. Shu vaqtida Qrimliklar o'zi tanlab, Ukrainaga desa Ukrainaga yoki Rusga desa Rus, ya bo'lmasa mustaqil bo'lmaydi desa bir kichik orol mustaqil shahar qiladigan. Shuna bir usul bilan hal qilish istaydi. Bu yerda Amerikaning olimlarininki ko'z tutayotgani bu kichik masala deydi. Mening keyindiki o tadqiqot nimadan signal beryapti? Rus kichik masala deydi. Cho'ng masala emas. Bu urushni tezdan tugatishimiz kerak deydi. Tugitib bo'lib, nega qaraymiz? Xitoy deydi. Mao cho'ngi deb shuningga Ukraina urushi mayli qanchalik davomlashadi, meningcha oxirisi suhbat bilan oyoqlashadigan deb qarayman, shaxsan men. Chunki Rusni hozirgacha Amerika, G'arb dunyosi dushman deb Rusninki masalan bombardimon qilmadi. Ammo bu yerda Ukraina xalqininki qahramonligi, baturligi, hukumatning Zelenskiyninki nihoyat usta siyosonligi ham o'zining g'ayrat jur'atligi bilan dunyoni qoyil qildi, bo'libmi G'arb dunyosini o'zining oqi o'ylis qilib oldi. Masalan, Polshar bu yerlar. Buningda yana bir narsani bizga nima berdi deganda, biz kuchlik deganlar unchalik kuchlik emas. Amaliyotda xalq iroda bilan Rusninki İkinci Dünya urushi boshlanishning oldida yana bir ulgulik urushi bor. Yana Rus Finlandiya urushi deydi. Finlandiyani Stalin o'yida bir kechada shu xuddi buda qitim Putin qilgandek shunda olima deb 1 million askarni Finlandiyaga hujum qilishga. Chunki oldida Finlandiya bilan zimin almashtiramiz deydi. Deganki Finlandiya rad qildi kichik bo'lsa-mu. Rad qilgandan keyin Stalin 1 million askar avatdi. Şuna maqatimma Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin Finlandiya bir taraflikni yo'qotib NATOga kirma deb o'tmasdi. O'tmish bo'lganligi uchun Ammo shu vaqtida bir oygacha Rus askari ololmadi. Nihoyat chiqim bo'ldi. Keynida undan keyin o'zini o'ngshab Finlandiyaliklar pek jasur urushda. Shuning bilan oxirisi Cep okumadım, lekin azraq şu ma'lumotim bor, shu urushdan keyin jarayonlardan. Haqiqatan piroqalik ko'rsatgan.
Fidokorlik ko'rsatib, shuningga hozirgacha mustaqilligini saqlab qoldi ular. Bo'lmasa tarixda Finlandiyami Xitoyning Xitoyning deymi? Chorosiyaning bir qismi. Mana degan vaqtida Chorosiya mangulik bizning azaldan adabiy bizning zaminimiz deydigan Xitoyga o'xshash dalalaydi. Ammo shu vaqtida xalqi shu shijoat g'ayratlikni ko'rsatganligidan oxirigacha mustaqilligini saqlab qolgan. Ama Ukrayna xalqimi shuni saqlayotdi. Endi bu yerda bu urushda Xitoy, Rus, Amerika Xitoyni hozir so'rab kirmaydi. Shaxsan mening fikrim, meningki analizim, mening kuzatganimcha Xitoyning Putinga berayotgan taklifi sen urushini davomlashtir. Bevosita qoral bermayma, iqtisodiy yordam berma. Sen kelar yili 10-ay, 11-ayga chirab tursang, men ikkinchi urush maydonini ochay deydi. Bu ikkinchi urush maydoni Tayvan. Ha. Buningda bu yerda bir savol qilsam, sizningcha bu Rossiyaninki Ukrainaga patqoqqa ketishi, G'arbninki Ukrainaga qurol berib, yordam berib, Rossiyani pasipga tushirishi, Xitoyga nisbatan Tayvanga hozir tegsam bo'lmaydi ekan degan uchurni bermadimi? Uchurni berdi. Hem bo'lmaydi ama mücmel bu uchurchu. Xitoy uchun bu bir mücmel uchur. Xitoy G'arb dunyosining Amerikaninki ikkilanadigan keskin emasligini mücmelligini mi his qildi? Mesela buni biz mi ko'ryapmiz? Bugün A koralını bermeyimiz deydi, ertesiga O koralını berdi. Ukrayna yana aeroplan ber dese, yok ben bermeyme. Aeroplanı ben bersem bo'lmaydi. Şunun olan ayaktan yana birisi bergenlik ya boptu hemsi aeroplan beray deydi. Hazırki kegiçe G'arb dünyasının baştan ayak izchil qo'llayapti, ama bu qo'llash bir xil mücmellik aralash, bir xil ishkilinish bilan berayotgan qo'llash. Masalan, tank masalasida Germaniyani bersin Yilpiz markalı tankisini dedi. Germaniya dedi, Amerika sen bersen ben berme dedi. Ahirse Amerika amal yok. Qanchalikni berdi? Jami bagini bir geri ishiltirgan. Yani 30 necha tankga. Endi o Amerika'nın bagini 30 necha tankka. 50 bo'lmaydi. Endi Germaniya qanchalikni berdi biz bilmaymiz. Bu yerdagi bu berayotgan yordam u yerdagi xalqninki tortayotgan zulmiga selishtirgan vaqtida endi Ukraina xalqi haqiqatan nayti jur'atlik, erkinlikni shunda suydigan xalqga. Chunki ular kunda bombaning tahdidida, har qanday yer tug'inida, her günü ölümün tahdidida yashayotdi. Ama hozirgacha voz kechmadi. Yo'q, oxirgi zaminimizni omig'icha to'xtamaymiz deyotdi. Ama bu yerda Tayvan shundami deganda, men tunugin bir xabarni ko'rib, haqiqatan burundan ham Tayvanga azroq shu qanchalik turala deganga gumonim bordi. Tunugin qarab bir xil ümidsizlanishim paydo bo'ldi. Tunuginki xabarda videosi bor. Tayvanninki burunki yana bir 5-10 yılning oldidagi muavin mudofaa ministri, havo armiyasining bir generali nima debdi? Xitoyning aeroplani Tayvanning ustida uçgan bo'lsa, u degan o'zining zimini nima bo'pti uçsa? Ha, sizlar mustaqilchilar bu yerda bizga baloyi ofat ishtirib beransizlar. Amerika degan bizni pesh qilib ishiltidi. Biz ularning qurboni bo'lishni xohlamaymiz. Ha, biz degan Jungoning bir qismi, birlikni biz kutamiz debdi. Bu bir Tayvanning armiyasining boshlig'ining gapi, bir generalining, burunqi mudofaa muavin ministri bo'lgan odamning gapi. Mana degan vaqtida shu yerning tuzini yeb, shu yerning xalqining, shu yerningki muhitida cho'ng'igan bir Tayvanlik Xitoyning o'zining zimini davatgan yerda bu odam cho'chitdi. Chunki bular hozirgacha shu Tayvan hukumatining pensiya maoshi oladi.
Onun terbiyeligen ofisörler belki yan Tayvan armiyasıdır ba. Biz bilmeyimiz kançilik. Bu adam çöçtüdü. Onun dinkin tünügün yanı bir video çıktı. Tayvan toğırluk. Tayvan'ın yanı bir partiyası var. Şimindang'daydı. Yeni Demokratiya adam dok ya ki Yeni Halk Partiyası. Onun başlığı ne mi deydi o dese o ziyaret kısa. Ben Jungo'nun baldırrak gelip korallık birlik keltirişini kütüvattım ha. Nime için birlik keltirimiz dep quruq gapni qildi. Kelsa umamdı deydi. Ma Tayvan'da turup korkmay Tayvan'ın televiziyasida Xitoyni kelip mayan birleştiyor devatıdı. Ulardan hani devletke asılıkla cinayeti yok mu? Ben şununla aşı sual sorğum geldi. Aşı iki Xitoyning sözünü anlap. Menimçe bularımız Gomindang'nınki kaldıkları, şularning avlodlari, yerlik Tayvanliklarda hem de hazırgacha ray sınashtıki natija qaraganda 60%dan yuqorisi çoqum urushimiz, bermaymiz deydi. Ama bu nemi signal berdi deganda endi qaytib kelsak, abay siz so'ragan savol. Yani Amerika G'arb dünyasının Ukraynani qo'llashi Xitoyning Tayvanni birlik keltirishiga bir signal mümkün emas, bo'lmaydi degan signal berdimi degan vaqtida berdi. Ama mücmel o signal mı? Mesela koral berişte dedik. Ama Xitoyga yana ijobiy signal mı kelyapti? Mesela bir hava armiyasının ki bronki sobiq bir generali qo'pib bu senin aslında şularning zimini degandan keyin yana bir partiyaning demokratiya prezidentlikka qatnashgan bir siyosiyninki hamda Tayvanda o siyosiyni hesaplaymiz. Mayli biz onu hain deyli munofiq. Tayvanliklar desin ama o siyasun tutmagıça o siyasun. Bir siyasun qo'pib tezroq ki birlashtirmamsa degandiki Xitoyga qanday signal keldi? Bu yerga biz 3-4 kunla Amerika o'zini o'ngshab bo'lg'icha bu ziminni ivasak maguylarni chiqibla tiklayalaymiz. Chunki hozir Ukrainada unda dalanmaydi birisi. Ukrainada birisi unda desa, Ukrainaliklar berib balkim miltiqni ming'isiga danglab vang'idili etib etishi mumkin. Munofiq xoin deb. Rusni qo'llagan bironki prezidentni tutdi ku Ukrainaliklar. Yani birisi qochib ketdi. Yan bosqanlar. Shuning uchun Ukrayna xalqi o'zining g'ayratligini ko'rsatdi. Ammo Tayvandagida hozirgacha bundaqlarga yo'lovchi yo'q. Ochiq bo'lgandan keyin, masalan, Gomindangninki bir oyning oldida bordi. Uning oldidagi sobiq boshlig'i bir ayol, Jingshuju degan bir Xitoy xotin. Hatta bizning Sharq Turkistonga berib, Xitoy degan shunday yaxshi qilib yetibdi u yerda. O milliy qirg'inchilik degan yo'q-ku deb shunda deb keldi. Bu Xitoyga bas-basni beryapti Gomindangning. Mana degan vaqtida Tayvanninki yana bir hokimiyatga chiqma degan partiyaning boshliqlari Xitoyga berib sadoqat bildiryapti. Bu nima signal berdi Xitoyga? Kasang bo'ladi. Amerika o'zini o'ngshab 3-4 kungacha bu yerga aralashib bo'lg'icha sen o'ngshab bo'lsang, pish bo'ldi. Bu chog'da Amerika qabul qilmay amal yo'q. Amal yo'q. Xuddi Qrimni ep bo'lgan vaqtida Amerika faqat jazoli qildi, Rusga hech kim qilolmadi. O 4 o'lkani olgan vaqtidami 4mi 2mi? Ukrainaninki Donetsk bilan Çok jihatdan ikki Lugansk bilan Lugansk bilan Donetsk ikki o'lkani olgan vaqtida Amerika oxirsida va jazo verdik dedi Yevropa itiraf qildi manal degandida G'arb dunyosi. Shuningga bugungi Ukraina urushi bo'lyapti. Agar boshdalar yo'q deb Rusni qo'g'layotgan bo'lsa, balkim bugungi kunda bu Ukraina urushi yuz bermadi. Shuningga o'xshash Xitoyninki bu urushdagi mening farzim, shaxsan mening analizimda hozir Xi Jinpingning Wang Yini avatishi Rusga berayotgan signal. Sen chidabdi, iqtisodiy jihatdan manba. Boshqa, masalan, hozirgacha Amerikaning da'vatqini qoral bevosita urushda ishlatadigan qoral bermaysa dedi. Ammo uningdan boshqa narsani beryapti Xitoy. Hatto biz ko'rdik, urushda
Xitoyning tayyor tamoqlarini O'risning askarlari yeyotganligini ko'rdik. Mashinalarini Xitoyninkini ko'rdik. Demak, yordam beryotdi. Amerika bilyotdi. Hozirgacha texi qattiq jazo qo'ymadi. Qo'ymaslik sabab nima desa, Amerika yana shu abay degandek, buni qattiq jazoni qo'ysam, uning qo'yniga ishtirib kirgizib o'tib, shuning bilan bu kutgan urush baldir kelib qolarmi degan Amerikaningki andishi. Menimcha mujmalligi. Shuningga buningda Xi Jinping mo Xitoy nayt foydalanyapti. Shaxsan mening analizim Xi Jinping'ninki balkim Rossga berayotgan signali kelar yiliga chirapti. Amerikaning saylimida cho'qim bir qalaymiqan bo'ldi. Oldin ketim ko'rdik. Shunda vaqtida biz dengizdan, havodan tushsak, 3-4 kungacha Amerika inkas qaytaramasa, shu Kasun degan Xitoyni chiqarib, mana bizni qarshi oldi desak, hech kim qilinmaydi. Degan manda bir narsa bilan bu yerda shuningga tayyorlik qilyapti. Undan keyin Xitoyda u urushga tayyorlik qilyapti deganim faqat nimalar emas, u bir ikki xabar emas. Burdan keyin yana bir xabar chiqdi. Shanxayda davlat mudofaa safarbar qilish ishxonalari qaytadan asli kelib, butun Shanxay bo'yicha yig'in ichib, bu degan dengiz bo'yi shaharlar. Bunda degan Xitoyning iqtisodidagi asos bazalari. Bu yerlar bunda yig'inlarning ichilishi, demak Xitoy haqiqatan qadam-qadam Amerika bilan oxirgi bir urushga tayyorlik qilyapti. Shuningga Ukraina urushi Rossninki Xitoyning bu yerda Amerika 4 davlat bir-birisi bilan nayt zich munosabatlik. Ross ama Amerikaning o'yi tezdan Ukraina urushini tugutish, undan keyin bu yoqqa o'tish. Bu nuqtada Amerikaning siyosatchilarining, parlamentning davatgan gepiga diqqat qilsak bo'ladi. Hammasi davatqani Xitoy birinchi dushman. Ross tugidi u. Ross dushman hozir Ukraina sababidan dushman. Ammo bu urush tugisila Ross do'sti, Xitoy dushman. Rahmat. Unda bo'lsam, bugungi suhbatimizni bu yerda oxirlashtiramiz. Bo'ldi. Istaqlayli. Yarım saat, bir saatni eshitdi. Ko'rganlar, chiqmalarniki vaqt chiqib ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Bugungi suhbatimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Kelasi suhbatimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga emanet.